Kapot krila kraskachi edi, keyin qolgan joyi radnoy ichida deyman, adashmasam. Gendan keyin chiqatgan qilib olgansizmi? Yo'q, bermayman aka. O'zlar telefonda gaplashib o'raylik egalar bilsangiz. Esimga ham yo'q-da. Hozir qanday bo'ladi? Dokument bo'ladimi endi? Oho. Nima, minish kerak endi, uncha xarajat qilagandan keyin. Hozir siz ko'nmaysizda men so'ratgan narxlar. Real savdoda olinganida, men olingan paytda ham krila kapot edi. Shunday, o'sha turish bu bir marta hali uyga qoldirgani yo'q. 4 oy bular. To'raylar bo'ldi, 5 oylar bo'ldi. Egar nomeri bormi yana sizga? Bor. Bermaydimi endi? So'radim men, u chiqmaydi, u shunday qonuniy chiqmaydi dedilar. Egalari ham zo'r odam, gaplashib turaman har doim. So men biron marta chiplik qilganman, 30 oling dedilar, shtrafini ham o'tkazib oldim. Hech qanday biz onamiz yo'q-da, hukumatimiz yo'q. Qilib beradi ukajon. Menga muammom bor, shunday muammom bor. Shuni hal qilishim kerak. Yaxshi yo'lga ketadi puli. Bo'lmasa sotmaychi dedim, baraka topding o'zim ham dedim. Keyin dedilar, ukajon chiqaydi bo'lmasa, sen bilmaychilik oldindan qandayligini, o'zi qilib beradi. Insof bilan so'rang, mana sizga. Men insof bilan so'rayman. Aka, generalni gaplashasiz. Mana, dangal ko'ring. Generalni gaplashasiz, 50 million berib qolaman. Naqd 50 million beraman, aka olib qolaman. O'zi chin ko'ring bir gap aytaymi? Ana yurakdan nechmi so'ramoqchi edim deyam, 45 million so'ramoqchi. Yo'q, 45 millionliklar bilan buni farqi bor. Ancha farqi o'zi. Bildim. O'sha uchun turganman, video ko'rganman, mana shu turganman. Men etga olish, men onamga ham yo'q. Telefon qilyapman uydagilar, qarilat, men bu yoqqa o'ttirib, bilasizmi? Ha. Tikka mashina, mana shunday deyapsiz. Men o'zimiz shumka bergan, 4 teshik shumka, son zashtalar qilingan. Qolni ishi yo'q-da, buni egasini bilaman. Chotga haydaganlik uchun aradan bilmay qo'lim ko'zib ketganda, bilasizmi? Aradan. Ey, do'stim. Keyin olaverganman-da, yuraverib. Hozir bo'lsa 40 million olishim to'g'ri kelib qoladi. 10 million ketadi aka. Endi men xarajat qilganman 70 ga tushuvdim, 60 million bo'lsa, mana shu yoqqa devdim-da. Qiyin. Hozir qiyin. Endi gaplasha olmasak-chi? Endi gaplasha olmasangiz savdo u pulga bo'lmaydi. Ana 50 million bo'lsa, gen bo'lsa olaman. Gen bo'lsa. Agar 50 millionga gen chiqmasa, dokument 10 million. 5 millionni men balandroq bo'ladi, 5 million siz o'tasiz. 45 million oldi sotdi qila olgan odam. Endi 10 million, mana aka, ochiq yuring. Bu yigitning ham vaziyatini tushunaman. Yomon yigit emas, haqiqatan ko'p kun turib, oila turib shaydan mashina olgan-da, harakat qilib. Vaqtida shuni olgan. Endi 4.5 bo'ldi bunga olingani ham. Eslayman, bir krila, bir kapot bo'ldi. Qolgan joy ideal turdi. Birinchi epga olishni boshlagan paytlarim edi. Agar 66 million olinuvdi, 67 million bo'lib 1 million qilib sotuvdim. Real savdodan ko'ra oluvdilar. Birinchi epga olishim shundan boshlangan. Haqiqatan barakangiz bormi? Qo'ldan kelgancha bu genga ko'ndirtiradilar. Endi o'zim olaman deydilar, bir nima deydilar-da. So'raymiz, yaxshi odam o'sha. Bilaman, yaxshi odamligini ham bilaman, mashina zo'rligini ham bilaman. Mayli, insof bilan so'rayman. Yo, bu siqilmang. Zo'r sotdingiz, 50 ga ham zo'r sotdingiz kecha kunduzga. 55 ga avtomatini olib berdim men. Kraskasi yo'q uni. Qo'llari yopishmadi. Shundan yaxshi sotganligini Bo'ldi, bitta gaplashinglar jammagan, texpasportini olib kiring. Xo'p, men obzorni aytib ketaman. 2011 epga akalar kimdir olaman desa, kapot kirilasa kraskasi bor. Qolgan joy 100% radnoy. Mashina zo'r, haqiqatan motorlari yog' yemaydi. Yurgani qancha edi? 2,5 kurik yurgan, metan gazi bor. Xo'p, propan gazi bor. 50 million olindi, 51 millionga sotiladi. Agar egasi hozir yem bermayman desa, 45 millionga kim bo'lsa 46 million bo'lib o'tadi, olib sotib qila oladi. Generalni chiqartgan bo'lsa, 50 millionga olindi, 51 million bo'lib sotiladi. Ikki tomonni ham aytib o'taman, hozir egasi bilan gaplashib ko'riladi.